Doğrusu bu bolan gapini eshitdim, kontent qilgim kelmay qoldi. Ishonmasanglar eshitib ko'ring. Brat, eronliklar o'zbeklarga hayp qilib turgan paytda o'zbeklar o'zimizga emas, o'sha eronliklarga paddeshka qiladi. Nega unday? O'zimiz o'zbek o'tirib o'zimizga paddeshka qilmaymiz biz, shunaqa boshqa davlatlarga paddeshka qilamiz. Davlatlar O'zbekiston haqida video qo'ysa, kommentariyasiga borib to'liq O'zbekiston bayrog'ini qoldirib, o'zbeklar deb yozishdi bilasizlar, lekin ma'lum bizdaqa zo'r o'yinchilar umuman ko'tarila olmay qolib ketaveradi. Gap videoni uchta emas, bolalar, O'zbekistonda shunaqa o'yinchilar borki, ancha-munchasini ayog'ini titratib yuboradi. Lekin videosi rekka uchmidi. Bo'ldi, eronliklarga bunaqa paddeshka qilib, hayp berib, komment yozmanglar. Bu narsani to'xtatish payti keldi. Eronliklar O'zbekistonda paddeshkasini shunaqangi kuchli his qildiki, kerak bo'lsa ular o'zbek tilida yozishni ham boshlashdi. Shuning uchun bo'ldi, eronliklarga yozish ham, ularga komment yozib o'zbekcha deyish ham, ularni so'kish ham kerak emas. Uni to'xtatish kerak. Shu videoyim ham rekka chiqmaydi deganlar. Hozir chunki xalqqa rosti gapirgan, haqiqatni gapirgan odam ham kerak emas. Hammaga rahmat, hammaga omad. Kim ishonchlar konsolda kerak bo'lsa, Premium Server'im ro'za qilishlari mumkin. 100% o'zim garant beraman. 100% o'zim garant beraman. 100% ishonchli